Sunsiya, bolaga shafqatsiz munosabatda bo'ldinglar. Kompaniyada mudhish hodisa yuz berishiga sabab bo'ldi. Kompaniyada sizlarga o'rin yo'q. Siz ikkalangizni ham haqqingizni olib. Axir oilalarimiz ko'p yillardan beri do'st-ku. Shundan ham meni haydamoqchimisan? Lu korporatsiyasi niyati g'arazli insonlarni ushlab turmaydi. Oyijon, qo'lim qattiq og'riyapti. Seni shifoxonaga olib boraman, o'g'lim. Lenmo, mashinani chaqir. Xo'p. Oradan 2 kun o'tdi, nimaga haligacha xabar yo'q-a? Janob rais, xavotirlanmang. Yana ozgina kuting. Bobojon, iltimos yeb ko'ring. Yemayman bolaginam. O'zing yegin. Hammani nevarasi bor, faqat menda yo'q. To'ng'ich nevaram, qayerdasiz? Axir yosh xo'jayinni bir marta ko'rgansiz-ku. Hatto yana ko'rsangiz ham tanishingizga kafolat yo'q. Taniy olmaydi deb kim aytdi? U nevaram, hatto u cho'chqa deyishib ketsa ham baribir taniyman. Doktor! Doktor! Tezroq bolamni qutqaring, iltimos! Tezroq bolamni qutqaring! Bolaga nima qildi?